Yangiobod bozorini birgalikda aylanamiz. Qani ketdik. Bozor dam olish kunlari juda ham gavjum bo'ladi. Odamlar juda ham ko'p kelgani uchun probkalar ham juda ham katta bo'ladi. Bozorga Yangiobod 6-metro bekatda tushib, kesinglar bo'ladi. Yangiobod bozor tarixiga keladigan bo'lsak, ushbu bozor SSR paytida paydo bo'lgan. 2000-yillarning boshlarida bozor Tezikovka deb atalgan. O'sha paytda bu joy shubhali obro'ga ega edi. Aynan o'sha yerda jinoiy organlar yig'ilishlar o'tkazib, bozorda qurol yoki boshqa taqiqlangan narsalarni sotib olish mumkin bo'lgan. Albatta, hozir kelib ushbu narsalar davlat tomonidan likvidatsiya qilingan. Yangiobod bozori xuddi vaqt mashinasiga o'xshaydi. Bu yerga kelib, siz o'zingizni unutilgan va qiyin o'tmishga tushib qolganini his qilasiz. Bozorda ishlaydigan sotuvchilar uchun bu oddiy kundalik hayot. Ammo bunday joylardan uzoqda bo'lgan aholi va sayyohlar uchun bozor g'ayrioddiy va hatto yovvoyi joy bo'lib tuyulishi hech gap emas. Ushbu kadrda ko'rib turganingizdek, bozorda hatto hayvonlar ham sotiladi. Mahsulot xilma-xilligi juda ham katta. SSRda chop etilgan pullar, daraxtdan yasalgan soatlar, O'zbekistonda ishlatilgan pullar, kassetalar, magnitofonlar, eski telefonlar va chust pichoqlaridan tortib deyarli hamma narsa topsangiz bo'ladi. Shaxsan meni bozorning qoq o'rtasida oshxonasi borligi juda ham ajablantirdi. Bozordagi keyingi bekatimiz esa texnika bo'limi bo'ldi. Bu yerda siz eski kompyuter, eski pristavka, eski notebooklar, eski televizor va boshqa texnikaga oid hamma narsani topsangiz bo'ladi. Bozorda albatta kiyim bo'limi ham bor. Siz o'zingiz vkusingizga qarab, любой kiyimni qidirib bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Agar siz tarixni yaxshi ko'rib yoki o'tmishingiz haqida qayg'uradigan odatingiz bo'lsa, Yangiobod bozoriga kontrast olish uchun bemalol kelsangiz bo'ladi.